Şunda japa o tonulmak. Şundan bir tonulup ketsem degan bir orzuda yaşawatyman. Bir kun bir akimiz tilip urdi. Saqam, g'uljit bir mesaj aywaty, kirpagan bolsaң dedi. O aldınғы adam evet dep, hazırgıdak 3 ay burun tilip urup, teklif kılgan iş yok. Şu mesaj ayı başını işte bir 2 saatli bir urup koydu manga. Ursa tehe. Bomuz jırılıp koydu da üzem kaytırmaya tilpini. Koyu ama aka, koyu bolsa men baha dep. O açtaq, tonulmusan fakat peyzam olmaydı ki. Şuna saqam bir oturuş var dedi. Maqla kamsın ben Xanzo hazır ki doğapçını aldı turturmacı boldu ben mangdem dep. Özemli manga men. Doğapçını aldık berip. Yana maqsadım mening chaqchaqdaydirim qo'yilib qoldimi deb bir azaq ümidim bor-da. Ammo ko'rma ko'rsam, ama chiqib qoldi-da mening ma. Chaqchig'im chiqmaydi, boshqa chaqchaqlanmadik. Shishan qilib kelib, qilayotgan chaqda ay orliqda bir mitl qilib chiqa olmayman. Ana mayli deycha o'tib ketdi o. O shishangchilarni uzoqroq tuqis qo'ymadi jimi menga. Shuna o'tiratdim, bu aklar tilib turibdi. "Ya, keldingmi?" dedi. "Keldim aka." Desam, "Ne dedi?" "Bu do'g'apchini oldida." Desam, "Hozir bir qizil sholiy berib seni akildi jimi." 20 minut geçti. O şale maşını düşüyorsan baxtın o. Dep maqlaka dep tılpını koyup turattım da bir şale işigi o çıkarıla kep toxtu mu diye. Öyle ketip çıka bula. Çıktım. Baş işini yaptı, ketdi. Bu sorunu berip 20 minut yerim saat çak qilib bolsam tılpın keldi bana eğilip. "Veysem, ya sokam qayerda bu sen tapamaydın seni." Ben bu kep içilip atman go yerim saat oldu çak atqanıga. Bu sorang mı sen yok. Bu qizil shali kep akatdi meni. Ve qizil shali sıqıyıram sen. Asli ula men bargan mesajga dömal şipan ki mesaj eka. Ala taşkörük şipan ki mesajga ilqi çaqchaqchi xililkamni uyga qardınki menib u uydi yok. Qarshi men uchraqabdagi ani evalayli deb meni evapti-da. Oy ilqi Koda bir mana bir aşqalarni aldına ötüp ketiraman. Mayda laz jedimirni evalayli deb mana evagandek evalat. Şuna bu oturuşqa badım. Kelinglar aka, men şeyda dedim, keldim. Şu bular kep meni yallab ipmangda oturuşqa. Ha, chiqmadi da. Borsam ta'limga mening ustozim Farhatkam G'ujahmat Farhatkam baka o sorunda. Farhatkamni oldi. Bir chang chiqirib etsam bo'ladi deb yumurlarimni yig'ib taq bo'lib o'tadim. Yerim saatga navbat menga keldi. 2 yumur deb, ama dap bo'lib kim kulyapti, kim kulmaydi, mana qarayman-da, qarsam Farhatkam chavaq degani kelib, yigib, qo'xmaydara, yengi kam yumruq, dara deb pas degani chiqirib turyapti, uryapti. Chang chiqirib etdim. Shadi bir muvaffaqiyatli ichilibman shu Farhatkam bo'lg'achqa. Amma rahmat juma akasini. Yamancha qazirman. Rahmat. Amma ustozlaring e'tirof etmasam, xotirjam bo'lib ketsan ekan-ku. Qaytganda planni birini tuzdim-da men. To'xtamay plan tuzatdim. To'xtar O'zaxon, men Farhatkam baka. Mushu Farhatkamni ustoz tutib ishtigirakli tonilib ketsanglar, bu ish yo'q-ku. Shu tonilishlar xiyolim. Dep endi bizning uy o Jag'istayda 60 kilometr, Farhatkamning 18 kilometr Jeliznayada. Farhatkam bilan bugunli Jeliznayaga chiqib ketiblar, Farhatkam bilan qo'n kelib, ishitki bilimlardan hozirlanmaymanmi deb, aka seni uyingga chiqib ketayli deyishdan numus qilib, ya Farhatka dedim qaytganda. Aka o Jeliznayaga chiqib ketkicha, bizning Jag'istayga chiqib ketmaymizmi dedim-da. Amaliyotda Jag'istayga shudo, Jelizga shudo endi. Ketmamdik aka, sen qandoq dedi. Opam yomon tamoq usta, tamoq yetib urdi dedim. Tamoqning gapini olib, jiri haydamiz. Mana